Ayolingizga hurmat ko'rsatyapsizmi akalar? Qadrlayapsizmi? Ota-onasiga bo'lgan bu hurmat. Keliningizga hurmat ko'rsatyapsizmi? O'sha kelinni otasiga, onasiga bo'lgan hurmat. O'zimizni ham qizimiz bor-ku, eri ko'kka ishonmaymiz. Ota-onamizdagi kelin ham kimningdir aziz farzandi-ku axir. Afsuski ba'zi bir xonadonlarda kelinga xizmatkor, bir mardikor sifatida qaralyapti. Biz imom sifatida 50 ichida yuribmiz. Ziyoli xonadonlar, o'qimishli xonadonlar juda boshqacha nazarda endi. Qilish kerak-ku deyapti. Mardikormi kelin? Ko'chkalona bilan kelib turib xizmat qiladigan. Kelin ham farzand. Kelin olgan akalar, keliningizni har zamon maqtab turing. Qizim, sizga ming rahmat. Sizdan men minnatdorman. Sizga tarbiya bergan ota-onangizga ming rahmat. Ota-onangizni ko'rgani borsangiz, meni minnatdorchiligimni bildirib qo'ying qizim. deb turib keliningizga chiroyli gap gapiring. Bitta shu gapni gapiring, mehr qo'yadi, yelib, yugurib xizmat qiladi. Ertaga bizni shu minnatdorchiligimiz, samimiy gapimizni olib borib ota-onasiga aytsa, qanaqa bir iliqlik paydo bo'ladi. Ayolni qadrlaylik aslar. 2 yoshlik go'dak qiz bo'ladimi? Jumla ayol zoti ona ular. Hali turmush qurmagan bo'lsa ham ertaga beshik tebratadi. Kelin bo'lgan, ayol bo'lgan, bularga qadr ko'rsatishimiz kerak. Eng yomon odam ayol zotiga qo'pollik, dag'allik qiladigan odam. Zaifa, nochor biz uchun omonat-ku ular. Omonat-ku axir azizlar. Bir otani 20 yil tarbiya qilgan omonati-ku. Shundoq qo'limizga bergandan keyin biz uchun omonat, kelin omonat.